Assalomu alaykum akalarim, ukalarim. Xudo xolasa mana Changan Plus akalarimiz bizning YouTube, Instagram tarmoqlarida muntazam kuzatib borar ekanlar. Mana xudo xolasa avtosalondan to'g'ri bizning ishxonamizga tashrif buyurdilar. Akalar nimaga salonidan boshlayapman obzorni. Xitoy juda ham bir har sohada rivojlanib ketyapti, qaranglar. Monitor xillari kelyapti. Tablolarga e'tibor qilinglar. Ushbu mashinani olib qanaqadir tablosini o'zgartiraman yoki monitor qo'yaman degan narsa yo'q. Mana kameralari bor, o'zini maxsus juda ham bir zo'r mashina ekan, gap yo'q. Okalar bo'ladi-yu, qanaqa mashina olsam ekan, qaysi mashina yaxshi ekan, qaysi mashina chidamliroq degan akalarimiz uchun obzor qilgim keldi. Shuning uchun akalar tavsiya qilaman. Lekin mana rullari ham juda ham bir yumshoq. Menimcha bu elektronli bo'lsa kerak. Gidravlikadan ancha yumshoq. Xudo xolasa ushbu mashinani butka qilishlik uchun olib qoldik. Mana ichkari garajga qo'yganmiz. Hozir sizlarga tashqaridan ham bitta obzorini ko'ramiz. Okalar, mana tashqaridan ko'rinishlari juda ham bir ajoyib zo'r mashina ekan. Xudo xolasa akamizlarga furgon qilib beramiz. Mana ish jarayonidan oldingi holatini bitta ko'rib o'tinglar. Xudo xolasa bitgan holatini ham sizlarga obzorini qilamiz. Mana bu yoqda ham bittasi turibdi. Ushbu akamiz ham shahardan tashrif buyurganlar. Bu akamiz ham shahardan, Toshkentdan kelgan akalarimiz. Akalar, tanlovda adashmanglar. Xudo xolasa ishinglarni tez va sifatli, ko'ngildan joy oladigan darajada qilib, chiroyli qilib beramiz. Arzon narsalarga uchib 500 ming so'm, 1 million so'm arzoniga uchib qolib aldanib qolmanglar akalar. Hozirgi payt ogohlik davr talabi deydi. Har doim shunaqa bo'lib kelgan, bundan keyin ham shunaqa bo'ladi. Shuning uchun iloji boricha sifat baribir birinchi o'rinda turadi. Narxida bo'lishi mumkin 500 ming so'm, 1 million so'mgacha pulni ekonom qilib qolaman arzonroq joydan. Bu yangi yo'ldagi akamiz masalan deylik 10 millionga qilib berayotgan ekan ushbu Changan Plusga butkalarini. Men 8 millionga ko'rdim deb aldanib qolmanglar akalar. Bu butka degan narsa bitta qilinadigan narsa, har yil almashtiriladigan narsamiz akalar. Shuning uchun ogoh bo'linglar. Bemalol telefon qilinglar. Xudo xolasa ishinglarni sifatli va kelishtirib berilgan holatda va har bitta qo'yilayotgan detallar, ya'ni shu furgon bo'lsa furgon yoki bo'lmasam tent bo'lsa tent qo'yilayotgan narsalari hammasi sifatli. Bemalol ishonch bilan telefon qilsanglar bo'ladi. Akalar, bemalol Changan bo'ladimi, Labo bo'ladimi? Murojaat qilinglar. Xudo xolasa xalqimizga xizmat qilishdan juda ham minnatdormiz. Bizni kuzatishda davom etinglar. Obzorimiz yoqqan bo'lsa like bosinglar. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'lishlarini so'rab qolamiz.